Mizbekning da'vosi bu safar picha amal qilib, Asadulla kechiga tomon o'zini biroz bardam sezdi. Butun uyqusi ham xotirjam kechdi. Tongda tiniqib turdi. Nonushtadan so'ng Asadullaning amir huzuriga yolg'iz borishi yoki bormasligi muhokama qilindi. Amirning bu uchrashuvdan ko'zlagan maqsadini bilolmay gangishdi. Amirning xohishiga bo'ysunishga majburmiz, dedi Xmarin bahsga yakun yasab. Mahmud Tarzning gaplarini unutmang. Bir-biringizga ishonmaysizmi degani yodingizdami? Bolshevik bo'lmaganim uchun menga uncha ishonmaysizlar. Asadulla Miralamovich bolshevik-ku. Diplomatiya qonun qoidalariga binoan suhbat qura olishlariga shaxsan men aminman. Asadulla Xmarinning bu iltifoti, bu ishonchi uchun minnatdorlik bildirishi kerak edi. Xmarin undan so'z bilan bo'lmasa-da, ko'z qarashiga ko'chgan minnatdorlik uchqunini kutdi. Ammo Asadulla uni ajablantirib, sovuqroq qarashini o'zgartirmadi. Xmarin keyingi kunlarga ichi Asadullaning munosabatida sovuqlik seza boshlagan. Buni G'ulom Qodirning yoki Snelnikovaning o'limiga doir ruhiy iztirob natijasiga yo'ygan edi. Kechki sayr chog'idagi Ushinskiy bilan bo'lgan dilkash suhbatiga Asadullaning guvoh bo'lgani esa xayoliga kelmasdi. G'ulom Qodirning o'limidan keyingi kunlar edi. Uyqusizlik dardi temir tirnoqlarini ishga solgan damda Asadulla xonasida yota olmay boqqa chiqdi. Yulduzli osmon ostida yolg'iz sayr qilyapman deb o'ylagan edi. Bog' yo'lkasi bo'ylab biroz yurgach, pastlik tomondan Xmarinning, so'ng esa Ushinskiyning ovozini eshitib to'xtadi. Dastlab ikkovi avvalgi g'alvasini davom ettiryaptimi deb o'yladi. Uning gap poylash odati yo'q edi. Izga qaytmoqchi bo'lganda Ushinskiyning "Bilaman, siz bolsheviklarni yomon ko'rasiz" degan gapi uni to'xtatdi. Ha, buni yashirishga hojat yo'q asli. Kim qaysi partiyani xushlasa, o'shanga ergashadi, dedi Xmarin. Har holda Yevropaning ilg'or mamlakatlarida shunday. Men barchani baravar emas, asosan bolsheviklarning rahbarini yoqlay olmayman. Bolsheviklar sizga ishonch bildirishdi. Buni hisobga olmaysizmi? Siz menga ochiq gaplashishni taklif etdingiz. Shu taklifingizga ko'ra men fikrimni yashirmayapman. Bolsheviklarning taklifiga nima uchun ko'ndim? Aytaymi? Ha, albatta ayting. Turkistonni boshqarishni ruslar o'z qo'llarida saqlab qolganlari uchun. Bolsheviklarning eng aqlli ishlaridan biri shu deb o'ylayman. Men bolshevik ham, eser ham, boshqa balo ham emasman. Men rusman va Rossiya manfaatini hamma narsadan ustun qo'yaman. Ota-bobolarimning qoni to'kilgan bu yerlar Rossiyaniki va bu haqida boshqacha so'z bo'lishi mumkin emas. Bitta ahmoqning dekreti bilan bu yerlarning qo'ldan ketishiga jimgina qarab tura olmayman. Siz bolsheviklar tomoniga yaqinda o'tgan ekansiz. Nima maqsadda o'tgansiz bilmayman, biroq sizning bu partiyangiz xoinligi uchun kelajak oldida javob beradi. Xoinlik dedingizmi? Tushunmadim, janoblari. Rossiyani parokanda qilish xoinlik emasmi? Finlandiyani, Polshani, Ukraina va Belorusiyaning g'arbini qo'ldan chiqarish, aniqrog'i ahmoqona tarzda inom etish xoinlikka kirmaydimi? Endi Sharqqa ham ozodlik beradimi u nodon? Bu masalada shoshqich xulosa chiqarmang. Sharqni berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Vaqtida general Gorchakov esi pastlik qilmaganida biz bu yerlarga hozirgiday elchi sifatida emas, xo'jayin sifatida kelar edik. Angliyaning jig'ini ezib qo'yishga Rossiyaning kuchi yetardi. Hirotga yaqinlashib qolgan edi. Yana bir zarba berilsa, Afg'onistonni egallash, hatto Hindistonning g'arbini bosib olib Hind okeaniga chiqish imkoni tug'ilardi. Nimalarni boy berganimizni tasavvur etib ko'ring. Bu nodonliklarni avlodlar kechirishmaydi. Agar bu nodonliklar davom etaversa, bilmadim, nima bo'larkan? Har narsaning cheki bo'ladi. Vaqtiki kelib, chegaramiz Hind okeaniga qadar kengayadi. Bizning bu safarimiz o'sha yutuqlarga poydevor bo'lib xizmat qiladi. Davlat tuzib, davlat yuritishga bu osiyoliklarning aqli yetmaydi. Ular qullik uchun yaratilganlar. Shunday bo'lib qolishlari kerak. Ayrim hollarda kelisholmaslik ham bu masalada ham fikr ekanmiz.
Men bundan mamnunman, dedi Xamarin. Bu gaplarni eshitish Asadullaga azob bo'lsa-da, yangilik ham emasdi. Ushinskiy va unga o'xshaganlardan shu kabi da'volarni avval eshitgan, ammo tarix g'ildiragi bir hovuch telbalarning fikri bilan aylanmaydi deb ozodlikka bo'lgan ishonchini so'ndirmagan edi. Asadulla sal nari ketdi-yu xonasiga kirib yotishga yuragi betlamadi. Yo'g'onligi salkam 2 quloch keladigan chinor poyiga to'shab qo'yilgan gilam ustiga o'tirdi. Hozirgi noxush suhbat unga safari arafasidagi Munavvar qorining so'zlarini eslatdi. Munavvar qori ilgari Asadulla bilan yaqin birodar bo'lgan, so'ngroq esa Turkiston taqdiri xususida fikriy ayriliq tufayli sal uzoqlashgan do'sti Miroboddagi uyiga xayrlashgani kelgan edi. Sizni safardan aynitish niyatim yo'q, degan edi u. Faqat iltimosim bor. Ruslarning sharqqa doir siyosatini to'g'ri anglab, afg'on amiriga to'g'ri talqin etib bering. Turkistonni mustaqil emas, muxtoriyat holiga keltirgan ruslarning mamlakatni o'zlari boshqarayotganlarini amir bilishi kerak. Komissarlar nima uchun Turkiston nomidan o'zlari kabini emas, o'zbekni yuborayotganlarini o'zingiz anglang-u, ularga ham anglating. Biz ularga ishonib, chuv tushib yotibmiz. Ular aldanishmasin. Dumaga bo'lgan saylovlarni unutmang. Ruslar bizning emas, ulamoning aylanmog'idan manfaatdor bo'ldilarmi? Ular bizdan qo'rqishadi, chunki biz ahvoli olamdan boxabar edik. Bizda siyosat yurita olish ilmi bor edi. O'rus lisonida bahslashib ularga bas kela olar edik. Ulamoda esa bundaylar yo'qligini ular durust fahmladilar. O'ruslarga dumada shunday omi odamlar kerak edi. Toki ishlarni o'zlari yuritsinlar-da va oqibat desinlarki, qarang, yerli millat davlat yuritmakni bilmaydigan aqli qosirdirlar. Siz shularni amirga anglatishning evini qila olasizmi? O'sha kuni Asadulla biroz e'tiroz bildirmoqni ixtiyor qilgan bo'lsa-da, o'zini tiygan edi. Xamarin bilan Ushinskiyning suhbatidan keyin o'sha gaplarni eslab, bahslashmay to'g'ri qilgan ekanman, deb qo'ydi. Shu tobga qadar Afg'oniston amiri bilan baqamti suhbat qurish imkoni tug'ilgani yo'q, balki bugun erkin so'zlasha olar. Bular aslida shundan bezovta. Men qorimning aytganlarini bajara olamanmi? Rusiya bilan oshna bo'laveringu, biroq yoningizdagi oyboltani qo'ymang, deya olamanmi? Asadullaning bu xayoli chaqmoq umri misol edi. Ortiq o'ylashga fursati yo'q. Shu bois ish vaziyatga ko'ra bo'lar, degan qarorga keldi-da yo'lga chiqdi. Bog'i Fag'monda uni Mahmud Tarzi kutib oldi. Amir sohib huzuriga mehmonlar tashrif buyurishgan, sabr qilmoqqa majbursiz. Na iloj. Asadulla shunday deb jilmaydi. Barcha eshiklarning kaliti sabr, deydilar. Biz bo'lakcharoq naql qilamiz. Toqatliga tog'lar egar boshini. Tarzi shunday deb uni bahavo yerga qo'ndirilgan harrotlar san'atidan chiroy ochgan shiyponga boshladi. Sabr toqat yaxshi xislat, ammo odam bolasi buning chegarasini bilmaydi. Zulmga ham toqat qilaveradi. Nohaqlikka ham oqibat abgor bo'lganini sezmay qoladi. Sabr toqat kurash darvozalarini qulflab qo'yadigan kalit. Gaplaringiz bama'ni, Asadulla miralam. Mehmonlar bahona siz bilan bafurja suhbat qurish imkoni tug'ildi. Darvoqe mehmonlar turkistonliklar emasmi? Topdingiz o'shalar. Amir ular bilan muzokara yuritmaydi deb edingiz. Muzokara emas bu. Qodir og'a hazratning so'zi yerda qolmasligi kerak. Faqat sizlar bilan chin muzokara yuritishimizga inoning-u, boshqasini surishtirmang. Amirning umidlari ko'krak sutiday toza. U fuqaroni saodati abadiyatga eltmoqchi. Avomni johillik uyqusidan uyg'otmoqchi. Hatto ayollar uchun maktabi masturat ochmoqchi. Dorul Omon deyilmish yangi poytaxt bino qilmoqchi. Rusiya bilan do'st bo'lib, Yevropaning bo'lak davlatlariga yetmoqchi. Bu niyatlarga yetishmoq uchun ulamolarga emas, hukumatga suyanish lozimligiga uning-da farosati yetadi. Turkiston ulamolari nima-yu, Afg'oniston ulamolari nima? Bilmaysizmi? G'aflat ular, g'aflat.
yurtga qorong'ulik urug'ini sochib, zulmat mevasini ko'paytiradilar. Avom ilmga qanchalar tashna, bular ilmga qanchalar g'anim. Kalomullo ilm oling, o'qing degani holda, bular ko'zni yuming deb avraydilar. Men umrimni ma'rifatga sarf etganimga achinmayman, zinhor. Men johillar ko'zini ocholmayotganimdan nadomat chekaman. Bundaylar Turkiston elida ham bisyor. Mamad Sharif aytar edi, yozug'imiz bir bizning. Payg'ambar afandimiz olim bo'l yoki ilm talab qiluvchi, yoxud ilmni eshituvchi bo'l. Hech biri qo'lingdan kelmasa, shularga muhabbat qiluvchi bo'l. Beshinchisini tanlama, u holda seni halokat kutadi deganlar. Bizda ana shu beshinchilar me'yordan oshgan. Beshikdan to qabrga qadar ilm o'rganmagan inson bolasi ne uchun tug'ilib, ne uchun yashaganini fahmlamay ketadi bu dunyodan. Insonlar hayvonlardan so'z va aql ila ayrilmish. Insonning yozug'i faqat tug'ilish, oshalash u o'lim bo'lsa, hayvonlardan ayirmas edi. Ma'rifat ahli Turkiston yoshlarini ilmga tortmoq maqsadida ko'p xayrli ishlar qildi. Dorul Funun ochdi, yangi usul maktablar ko'paydi. Millatning saodati, davlatning tinchi va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liq. Afg'onistonda ham shunday maktablarni ko'paytirish lozimmikin? Ha, fikrimiz shu. Yoshlarni Farangistonga yubormoqni lozim ko'rdik. Vaqtiki kelib sizning-da Dorul Fununingizga yubormog'imiz mumkin. Avrupaga yuborajagingiz ko'p ibratli ish. Bu kunda ulardan o'rganmoq joiz. Madaniy millatlar muhoribalardan o'zini tiyib, tijorat va sanoatda raqobat qilmoqdalar. Sehr va jodu bilan emas, tijorat va sanoatkorlik ila chalishqon Avrupa, Afrika va Osiyoni o'ziga asir va musahhar qilmoqda. Ular bir dona bug'doy ekib 20 qadoq don olurlar. O'zimizdan olgan 5 tiyinlik paxtamizni ketirib, o'zimizga 25 tiyinga soturlar. Osiyoliklar dumba sotib, chandir chaynab, qaymoq berib, sut oshab, non o'rniga kesak tishlab yurdilar. Bag'oyat uzoq yurdilar. Endi bular barham topqusi. Mahmudbek Tarzi Asadullaning fikrini ma'qullab, uni savolga tutib, hayoti bilan qiziqa boshladi. Asadulla qisqa javoblar bilan kifoyalanib, Bokuga borgani, Mamad Sharif bilan ilk dafa o'sha yerda uchrashgani, qaytib Toshkentda teatr tashkil qilganini aytganda, Tarzi hayajonga tushdi. Teatr dedingizmi? Farangistonda ko'rib orzu qilib edim, dedi u. Nahot Toshkentda bo'lsa shunday ajoyibot? Ha, bor. Ajab. Umidim yulduzi Turkiston osmonida charaqlagan ekan, muborak bo'lg'ay. Kobulda ham shunday teatr ochgumizdur albatta. Ularning suhbati peshinga qadar. Hojib kelib, amirning muntazir ekanini aytguncha cho'zildi. Amir ularni kechagi joyda emas, unga baqamti qurilgan kattaroq qasrda kutar edi. Keng xonaga dasturxon tuzalgan, to'rda amir, so'l tomonida Qodir og'a hazrat va uning qatorida turkistonlik mehmonlar o'tirar, o'ng tomon esa bo'sh edi. Tarzi bilan Asadulla shu yoqqa o'tirishdi. Taom maqtal bo'lmasin, dedi amir. Asadulla Mirkomilboyning ro'parasida o'tirar, vaqti bilan beixtiyor ko'zga tushar edi. Asadulla boshqalarni tanimadi, ammo kiyinishlaridan farg'onalik ekanliklari ma'lum edi. Haustin ular orasida yo'q edi. Ayyorlikda shaytonga dars bersa kerak, deb qo'ydi u o'zicha. Asadullaning qo'li tovoqqa beixtiyor borib kelardi. Taomga hech ishtahasi yo'q. Xayoli shu xonada bo'lib o'tgan suhbatda. Nimani gaplashdilar? Amirdan nimani so'radilar? Amir nimalarni va'da qildi? Mirkomilboy ham taomga befarq. Uning xayoli Asadullada edi. Joni temirdan ekan buning. Shuncha o'tdan tirik chiqibdi-ya. Endi amir huzurida, amirning o'ng tomonida oshalasa. Amirning shu ishi chakki bo'ldi. Ularning meni ko'rmaganlari ma'qul edi. Endi Toshkentga qaytuvim mushkullashadi. Unda ularni chalg'itib yo'lga chiqqanim nima bo'ldi-yu, bunda bular bilan uchrashganim nima bo'ldi? Amir taomni shoshilib yegani bilan dam o'ng, dam so'l tomoniga qarab qo'yardi.
Ularning ichida o'tayotgan gaplarni aniq bilmasa ham faraz qilardi. Qaysi millat orasinda birlik ko'tarilib, nifoq va adovat hukm surgan bo'lsa, ul qavmning inqirozi dunyosiga yuzlangani aniqdir. Bular shuni fahmlamaydilarmi? Mahmudbek Tarzi ham mehmonlarga qarab o'zicha fikr qilardi. Dildagi adovat temirdagi zangga o'xshaydi. Zang temirni yegani kabi adovat vatanni azobga soladi. Odamlar nahot adovatdan chekina olmasalar? Omonilloxon bilan Mahmud Tarzi bu damdagi ahvolni o'z qarichlari bilan o'lchar edilar. Taom pallasi shunday o'y xayollar bilan o'tdi. Amir mehmonlarning imillab o'tirishlariga ko'p toqat qilolmadi. Qodir og'a hazratga qarab Fotihaga qo'l ochdi. Ulamolar bilan qasr ostonasida xayrlashib, Asadullani shiyponga boshladi. Adovatingiz behad ekan, fahmladim, dedi Amir. Bu hol menga ajab tuyuldi, sababki ularning niyatida durust. Amir sohib, johilning yaxshi niyati fozilning husumatidan zararliroqdir. Ularni johil deysizmi? Johilgina emas, ular xiyonatkorlar. Sadafdan inju, ilondan zahar hosil bo'lgani kabi, fidoyilikdan vatan sadoqati, xiyonatdan bebaxtlik zuhur bo'lur. Ular xiyonatda sizlarni aybladilar. Asadulla bosh chayqab, zaharxanda bilan dedi. Betahorat, benamozni bo'yniga qo'yar ekan. Ular Turkistonni Ingilistonga sotganlarini aytmadilarmi? Sotganlarini? Ha, Amir sohib, sotib edilar, isyon qildilar, begunoh qonlar to'kildi. Al-Hazar. Ular hokimiyatni olmasdan taxt talashadilar. Ingiliston islomga homiy bo'lsa, Afg'onistonga tig' ko'tararmidi? Amir bu gaplardan o'ylanib qoldi. Tarzi Asadullaning dono fikrlaridan mamnun bo'lib, suhbatga aralashmay o'tirdi. Muxorida Ingiliston hindlarga, barak bazaylarga-da yarog' berib, bizni mahv etmoqqa yo'llab edi, dedi Amir. Unda o'zbeklar o'zbeklarni mahv qilavera. Vodarigo. Mol va ashyo o'g'rilaridan ko'ra odamlar orasida do'stlik, ulfat, muhabbat, oqibat, qadrni o'g'irlaydigan odamlardan saqlanmoqni ma'qul ko'ramiz biz. Tomchi sel bo'lolmaganidek, bular yurt og'asi bo'lolmaydi. Fuqaro ularga ergashmaydi. Egri tayoqqa suyanmaydi. Bugungi sho'rishlar o'tadi ketadi. Amir kutilmaganda suhbat mavzusini burib yubordi. Ob-havodan gapirdi. Asadullaning yo'l taassurotlari bilan qiziqdi. Asadulla shundan bildiki, Amirning bugungi chorlovidan niyati suhbatlashish emas, balki ulamo vakolasi bilan yuzlashtirish. Lekin ana shu yuzlashtirishdan maqsadi nima? Asadullaga bu qorong'u edi. Amirning amalga oshmagan kichik hiylasi, ya'ni kin adovatdagi ikki odam yuzlashgan chog'ida hech bo'lmasa biri yoriladi. Bir-biriga ta'na toshlari otilajak chog'ida haqiqat suv yuzasiga qalqib chiqadi degan umidi hatto Tarzi uchun ham sir bo'lib qolaverdi. Amir Omonullohxon go'yo vakola hay'atini unutib qo'yganday edi. Navbatdagi chorlovdan anchagacha darak bo'lmadi. Mahmud Tarzi haftada bir kelib gurung qilib ketadi. Vakolaning savoliga Amir o'ylayapti deb qisqa javob berishdan nariga o'tmaydi. Bu orada Sunbula tug'di. Suvlar tinib, havo salqinlashib, kuzning nafasi sezilib qoldi. Yozning jaziramasida kelgan edik. Endi qishning sovug'ida qaytamiz shekilli, deb nolib qoldi Ushinski. Nimaga keldik-u, nima qildik bu yerda? Amirning bitta savoliga javob berib qaytaveramizmi? Sizning o'sha bitta javobingiz hammasidan zo'r bo'ldi, dedi Shuvalov. Sizdan kutmagan edim. Bilaman, siz mendan faqat yomonlik kutgansiz, lekin sizdan xafa emasman. Kasbingiz shunaqa. Janoblar, diqqat. Mirza Qandilxon kelyapti, dedi Xumarin ularning suhbatini bo'lib. Garov o'ynayman, xushxabar aytadi. Qadam olishi chaqqon. Chindan ham Mirza Qandilxon kelib, Amir Hazrat yo'qlayotganini bildirdi. Omonullohxon bu safar ham ularni o'sha oynaband qasrda kutib oldi. Uning ko'rinishi ilgarigiday jiddiy emas, aksincha, nimadandir xursand ko'rinardi. Kobul kuzga banda bo'lyapti, dedi u mehmonlarga bir-bir qarab chiqib. Lekin kuzda bahor nafasi ufuryapti.
sezyapsizmi? Sababi qaldirg'och kelgan. Amir o'zining tashbihidan huzurlanib, yayrab, jilmaydi. Qaldirg'och deganim sizlarsiz. Saltanatim umri bahoriga yuz tutgan. Qaldirg'och, bahor darakchisi, alqissa, sizlarni qarorimizdan ogoh etmoq maqsadida chorladim. Ahdimiz shunday. Afg'oniston sho'ravi Rusi ila muzokara boshlashga rozi. Muxtor vakil yetib kelgunga qadar siz janobning amir xizmatingga yuzlandi. Kobulda qolishingiz ayni muddao. Ayrim muammolarni hal qilishga zudlik bilan kirishmog'imiz lozim. Shuning barobarinda Hirotda ham saforatxona ochib, siz janobning Amir Asadullaga yuzlandi. O'sha yerda ish yuritmog'ingiz joiz. Muxtor vakil yetib kelgach, Mozori Sharif ila Maymanada ham saforatxona ochgumiz. Amirning kutilmagan bu gaplaridan barchalari hayratda edilar. Bu onda faqat Xmaringina tezda o'zini qo'lga oldi. Rossiya hukumati nomidan shuni ma'lum etamanki, dedi u. Afg'oniston hukumati Rossiyaning istagan shaharida saforatxona ochib ish yuritmog'i mumkin. Bu borada cheklanish yo'qdir. Sho'ravi Rusi bizga yana nimalarni va'da qila oladi? Rossiya hukumati Afg'onistonga moddiy yordam bermoqqa tayyor. Qancha? Bu maxsus muzokara talab etadi, Amir Hazrat. Tijorat ishlari yo'lga qo'yilsa, avvalgidan ko'proq mol olib, ko'proq sotib oladi. Mendagi dalillarga qaraganda jahon muhorabasiga qadar Rossiya Afg'on eliga sotgan molning 85% gazlama, 6% qand, 2% shisha va chinni buyum, so'ng ipak, temir jihozlar, yermoy, gugurt bo'lgan. Afg'onistondan sotib olingan mollarning 24% paxta, 17% jun, 12% qo'y bo'lgan. Kunjut urug'i, pista, uzum, gilam, xom terilar ham xarid qilingan. Amanullohxon nechun bulardan biz bexabarmiz degan ma'noda tarziga norozi qiyofada bir qarab oldi-da, Xmarin bilan boshlagan suhbatini davom ettirdi. Sho'ravi Rusi bularni oshirishga qodirmi? Shak shubhasiz. Sho'ravi Rusi mollarni olib kelishda yil chiqimidan bizlarni xoli qila oladimi? Bu ham alohida muzokara talab etadi. Yanglishmasam, Afg'oniston Yevropaning bo'lak davlatlari bilan ham birodarlik aloqalari o'rnatib, tijorat ishlarini da yo'lga qo'yar. U holda mollar Rossiya temir yo'llari orqali yetkazilar. Bu xususda ayni shu damda aniq javob bera olmasam-da, Afg'oniston mushkulining yengil bo'lishiga ishonchim bor. Shuningdek, Rossiya hukumati Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaydi. Bo'lak davlatlar ila Afg'oniston sha'niga, osoyishtaligiga qarshi sulh tuzmaydi. Bizim yana bir istagimiz bor. Biz Inglizistonning g'arazli yordamlaridan voz kechib, Sho'ravi Rusi tomon yuz tutdik. Hamonki Sho'ravi Rusi pok niyat ila bizga ko'mak bermoqchi ekan, Afg'on eliga unumli yerlarni qaytarib oladimi? Jayhun nahrining ul qirg'og'ini Afg'onistonga bermog'i mumkinmi? Qal'alar Afg'oniston xavfsizligi uchun g'oyat zarur. Shuningdek, Kobulda radio stansiya tiklab, havo telegromini mukammal suratdagi ashyolari ila bera oladimi? Bu mavjud bo'lmasa, ko'shkdan Kobulga qadar simli telegrom tortilsa-chi? Bu gapni eshitib Asadulla, Qodir og'a hazratning tazyiqi baribir o'tibdi-da, Xmaring inom etib yubormasa edi, deb xavotirlandi. Yo'q, Xmaring shu qadar nozik tab bilan javob qildiki, bunga hatto Amir ham tan berdi. Afg'on eli muhorabada ulug' zahmatlar chekdi. Yurtga ozor yetdi. Buni o'zimiz ham ko'rdik. Buyuk Afg'onistonga beminnat ko'mak zarur. Anglab turibmiz, biroq bizga bunday muammolarni hukm qilmoqqa huquq berilmagan. Talabingizni hukumatga yetkazgum. Bu xususda ham maxsus muzokara yurgizilsa ajab emas. Bu talabning rad yoki qabuli markazning hukmiga vabostadir. Radio stansiya va telegraf xususida iltimosingiz qondirilishi muqarrarligiga aminman. Yaqin orada Ingliziston ila qayta muzokara boshlangusi. Men siz janobni
Bu muzokarada ishtirok etmog'ingizni istar edim. Minnatdorman, Amir sohib. Amir jilmayib tarzi ostonada turgan hojibga im qoqdi. 4 xizmatkor qo'lda narsalar bilan kirib ta'zim qildi. Sizlarning tashriflaringizdan bisyor shodman, dedi Amir va birinchi xizmatkor qo'lidagi qutichani ochib, zanjirli tilla soatni oldi. Xayribod onidan yodgorlik bo'lsin. Shunday deb soatni Xmaringa uzatdi. Xmarin sovg'ani olib, yengil ta'zim bilan minnatdorlik izhor qildi. Amir xuddi shunday soatni Asadullaga ham uzatdi. Mahmud Tarzi esa uning yelkasiga zar cho'pon yopdi. Amir xizmatkor qo'lidagi qalin kitobni olib varaqladi. Mirzo Boburning devoni, shohning barmoqlari tekkan tabarruk kitob. Sizga yo'ldosh bo'lsin. Amir kitobni 2 qo'llab uzatdi. Yurtingiz yovlariga qiron kelsin. Amir shunday deb Shuvalovga kumush bezakli qilich tutdi. Siza yana bir chavkarda atalgan Ushinskiyga ham soat inom etilgach, boshqa xonaga yo'l oldilar. Xayribod ziyofat ila yakunlanib, ular yaxshi kayfiyat bilan qarorgohlariga qaytdilar. Ertasiga Rossiya ijtimoiy sho'rolar jumhuriyati saforatxonasi uchun ajratilgan bir qavatli binoga Xmarinni ko'chirib bordilar. Yana bir kundan so'ng Xmarin ular bilan xayrlashdi. Siz bilan birga uzoq ishlashni xohlar edim, dedi Xmarin Asadullaga. 3,5 oy birga bo'ldik-ku, nazarimda 3,5 asrdan beri sizni biladigandayman. Siz bog'i Boburda to'g'ri aytgan edingiz. Men Rossiya istiqboli uchun jonimni tikkanman. Agar vatanimga qaytish nasib etmasa, sizdan iltimos, Rossiya tomonlariga o'tsangiz, tuprog'iga men uchun ta'zim qilib qo'ying.